Xo'sh, tak. Ha, ertalabdan qor yog'yapti. Yaxshi. Tak, hammaga salom do'stlar. Mening ismim Sten. Xush kelibsiz yangi videoga va kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va kommentariya ham yozib qo'yinglar. Yaqinda nimasam keyin 200 ta bo'lamiz. O'shaning uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Chunki bu juda ham muhim narsa. Tak, endi nimasam keyin ertalabdan uy sovuq, mana bu kecha yoqqan ko'mirlarim. Kelinglar, endi ozgina nimasam keyin daraxt chopib kelamiz. Sovuq baribir boshqa nima qilaman, boshqa chopib kelmasam bo'lmaydi. Tak. Mana shu yerdan olsam ham bo'laveradi, chunki hozir qishda nimasam keyin dekoratsiya umuman kerak emas, chunki nimasam keyin mer ham gapirmaydi va hammasini olishimiz mumkin. Kelinglar, mana bu yerni ham oxirigacha terib olamiz. Tak. Kelinglar, menimcha yetadi. Hamma daraxt chopib tashlasam, hammasini chopib tashlamaymiz, insof bilan albatta. Kelinglar, endi bularni yoqib yuboramiz va uyimizni isitamiz. Ha do'stlar, bizga endi ko'mirlar kerak bo'ladi va tak, bularni yoqib yuboramiz. Ha do'stlar, kelinglar, nimasam ekan, qor tinishini kutamiz va juda ham yaxshi bo'ladi. Tak, jin ursa kompyuter o'ynash ham nimasam keyin jonimga tegdi. Kelinglar, namuncha sovuq, ko'chani aylanib kelamiz va juda ham yaxshi. Tak, Sten. Salom, jitel, yaxshimisan? Salom. Xullas, senga nimasam keyin sovg'am bor, mana olishing mumkin. Nima bu? Shunchaki sovg'a. Xullas, biznes bor. Ishlaysanmi? Qanaqa biznes? Xullas, yur, hozir ko'rsataman. Xullas, qurol biznesi. Qanaqa qurol biznesi? Xullas, hozir hamma qurollarni olasan va ularni sal qimmatroqqa sotasan. Sherik ekan. Mayli, Sten, senga omad. Bo'pti, xayr. Tak. Mana, assalomu alaykum. Salom. Nimasam ekan, qurollaringiz bormi? Qanaqasi kerak? Ko'rsam maylimi? Ha. Pichoq va olib yubordim, kechirasiz. Mayli, yaxshi. Kechirasiz, brat, ismingizni bilsam bo'ladimi? Mening ismim Franklin. Ha. Xullas, nimasam ekan, uyimdan pulimni olib kelaman hozir, xo'pmi? Bo'pti. Xohlagan payting kelaver, shu yerdaman. Xo'p. Juda ham yaxshi, lekin menga yo'qdi qurol, nimasam keyin biznesi. Ha do'stlar, tak, menda pulim bormi menda? Tak, hozir bular yetadi, ammo uni hozir nimasam keyin ularni olib turib va uyimda sotmayman, to'g'rimi? Ha, shuning uchun mana bu yerda do'kon bor. Blok olishimiz kerak va nimasam keyin xullas, nimasam keyin shu chetroqga butikcha qilib shunchaki shu yerda sotaman deb nimasam keyin reja qilgandi va menda pul yetmayapti. Kelinglar, merdan so'rab ko'ramiz va umid qilamanki mer menga beradi oyligimni ertaroq. Assalomu alaykum, mer, janob mer, to'g'riroqi. Salom. Qaysi shamol uchirdi? Shamol emas, qor uchirdi. Hazil yig'ishtir. Xo'p. Xullas, mer, menga oyligimni ertaroq bera olmaysizmi? Nimaga? Biznes boshlamoqchi edim. Qanaqa biznes? Qurol biznesi. Yo'q, uni bera olmayman, uzr. Nimaga bera olmaysiz? Uzr, bera olmayman. Bo'ldi, ketishim mumkin. Tamangni ol. Xo'p. Mayli. Bu yerdan ham bir ish chiqmaydi. Kelinglar, hozir so'rab ko'ramiz. Agar qarzga berib tursa va ertaga nimasam ekan, bu joydan topib berarman va sotsam undan ham pul qoladi. Kelinglar, olamiz. Janob, nima deysan? Xullas, qarzga berib tura olmaysizmi? Nima? Qanaqa qarz? Shunchaki pulini ertaga tashlab ketaman. Aniqmi? Ha.
Uying qaysi? Shu orqangizdagi mana bu kuznica. Yo'q, bo'pti. Unda qaralik, ertaga olib kelmasang, uyingga borib, mer bilan xullas katta ish bo'lib ketadi. Olib kelber, xo'p. Xo'p, hammasini olaveraymi? Xohlaganingni ol. Pulini bersang bo'ldi faqat. Yaxshi. Tak. Hammasini olamiz va to'g'risini aytsam, men bu qurollaringizni olib biznes boshlamoqchimiz do'stim bilan. Qanaqa do'sting yana? Shitel. Nima edi? Ismi nima edi? Xullas meniki ham, meni esimdan ham chiqib qoldi. Xullas boraver, bo'pti, damin ol. Tak. Shitelning ismi nima edi? Nima edi? Berrimidi? Berri. Kelinglar endi qo'rtinishini kutamiz va bularni bu yerga emas, chunki mana bu yerga solib qo'yamiz. Juda endi og'ir narsalarni ham solib qo'yamiz. Yaxshi. Va magazinlar. Kelinglar endi blok sotib olamiz va juda ham yaxshi bo'ladi. Tak. Assalomu alaykum janob. Salom. Blok kerakmi? Ha, kerak. Tanlab olaver. Xo'p. Menga 32 ta kerak va bundan 64 va bundan ham 64. Xullas, nimasamkin 32 ta daraxt va bir stak tosh, bir stak nimasamkin taxtami? Ha, taxta. Qancha bo'ladi? 7 ta izmarot. 7 ta 6 ga berib turamiz-ku, bittasini ertaga tashlab ketardim. Mayli. Bo'pti. Rahmat. Jonurson, bitta izmarot yetmay qoldi. Mayli, kelinglar endi qo'rtinishini kutib va qo'rtingandan keyin shunchaki quramiz va juda ham yaxshi. Kelinglar ungacha notebookimni o'ynab o'tiramiz. Xo'sh, bo'ldi. Qo'rtinibdi-yu. 1 soat 2 soat o'ynaverdim, lekin ishonaveringlar. Kelinglar endi mana bu narsalarimizni olib va endi ishga tushamiz. Do'stlar, mana bu material bizga kerak emas, chunki uni qurilishda ishlatib bo'lmaydi. Naqadar go'zal osmon va bu qordan umuman hech nimani ko'rishning iloji yo'q. Qayerdan qursam ekan? Stop. Mana bu kelinglar, bu bo'lmaydi. Uyning yonidan qilsang albatta nimasamkin bo'lmaydi. Kelinglar. Boshqa joydan quramiz. Tak. Bu yer bo'lmaydi. Stop. Qayerdan qursam ekan? Tak. Qayerdan qursam ekan? Mana shu. Do'stlar, mana shu yerdan quramiz. Kelinglar, mana shu yerdan 1 2 3 4 davay. Kelinglar endi qilib tushib olamiz deb. Bu yer yo'q, stop. Bu yerdan 1 2 3 4 davay. Kelinglar, bu yerdan 1 2 3 4 5 1 4. Stop. Mana bu xato ketdi. Endi teng bo'ldi. Kelinglar, mana bu yerga ham nimasamkin shunchaki nima qilamiz? Xullas qurib qo'yamiz. Uzun bo'lib ketmadimi? Yo'q. Kelinglar endi nimasamkin shunchaki xullas taxtalarni qo'yib chiqamiz. Bu yerga mana bu yerga ikkitalik o'ynab bo'lsa bo'ladi, chunki hamma yerda o'ynab bo'laveradi. Bu nima bo'ldi yana? Hamma yerda o'ynab bo'laversa, bu qurol do'konligi bo'linib qoladi. Shunchaki bu yer butilka oladigan joydek ko'rinadi, chunki hamma yerda qurol do'kon bo'lsa, bizni militsiyalar olib ketishi ham mumkin. Kelinglar, mana shu yerdan davom ettiramiz va juda ham yaxshi